Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo insonlarga yer yuzini obod qilishni, unda fasod qilmaslikni, qolaversa musulmonlar o'zaro aka-uka ekanliklarini bir necha bor ta'kidlaydi. Musulmon odam boshqa bir musulmonga aziyat berishga uringanida eslaydi, albatta bu meni birodarim, akam yoki ukam, Alloh shuni buyurgan deydi va bu ozor berishidan tiyiladi. Agar u qarshisidagi odam musulmon bo'lmasa ham Allohning yer yuzida fasod qilmang degan buyrug'iga xilof bo'lgani uchun ham bu ishidan u tiyiladi. Har qanday holatda ham inson boshqalarga ozor berishdan tiyiladi. Bu musulmonning odobi hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom hadis shariflarining birida aytadilar: insonlarning eng yaxshisi boshqalar uning tilidan ham, qo'lidan ham zarar ko'rmaydiganidir deydilar. Boshqa hadislarida iymonning 70 qanchadir bo'laklari bor. Ularning eng afzali la ilaha illalloh va eng oxirgisi yo'ldan insonlarga aziyat beradigan narsani olib tashlashdir deydilar. Sahoba ikromlardan birlari Nabiy alayhissalomning huzurlariga kelib, ey Allohning rasuli, menga jannatga kirish yo'lini o'rgating dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalom u kishiga insonlarga aziyat berishdan tiyilasan dedilar. Boshqa bir sahobiyga esa odamlarga aziyat beradigan yo'ldagi chiqindilarni tozalaysan deganlar. Har ikki hadisda ham insonlarga ozor bermaslikka Nabiy alayhissalom chaqirganlar. Ozor berish deganda insonlarni ko'nglini g'ash qiladigan yoki ta'bini xira qiladigan har qanday narsa tushuniladi. Misol uchun katta ko'chada ketyapsiz, yo'l bo'yida bir qancha axlatlar uyilib yotgan bo'lsa, har qanday insonni ta'bini xira qiladi. Bu insonlarga aziyat bo'ladi. Bugun ba'zan bu narsalarning guvohi bo'lamiz. Katta shaharlarning katta ko'chalarida ham axlatlar turgan bo'ladi. Uni musulmon odam o'zini maxsus joylarga olib borib tashlashi kerak. Farazan u odamlar aytsa-ki, bizga yaqin hududlarda buni tashlaydigan joy yo'q deb. Unday bo'ladigan bo'lsa, buni boshqa yo'lni qilish kerak. Udurki, hadisda payg'ambar alayhissalom qaytargan yo'lga axlatni tashlashdan tiyilish kerak. Chunki Nabiy alayhissalom boshqa bir hadislarida suvga axlat tashlash yoki soya salqin joylarga yoki bo'lmasam serqatnov yo'llarga axlat tashlashdan qaytarganlar. Va hadisning so'ngida bunday ishlar bilan la'natga qolishdan ehtiyot bo'ling deganlar. Yoshi katta odamlardan eshitamiz, aytadilarki, avvallari ariqning u boshiga non tashlab, bu boshidan olib yer edik. Ariqdagi suvlarni bemalol ichar edik deyishadi. Shaharlarda ham, qishloqlarda ham shunday bo'lgan. Ammo bugun shahar joylarda ariqlarga bir qarasak, uning suvini ichsa bo'ladigan holatdami? Uyingizni tepasidan kanal o'tgan, Farg'ona kanali o'tgan farazan. Uni suvini ichsa bo'ladi. Kanalning o'ziga chiqib qarasangiz suvi toza. Sizni uyingizga kelguncha orada 500 metrda arig'ingizda boyagi suv ichishga yaramaydigan holatga kelib turibdi. Bu degani oradagi odamlar insonlarga zulm qilyapti. Ariqlarga axlat tashlayaptilar, chiqindilarni oqizyaptilar. Hatto ba'zilari uylaridagi hammomlarning kanalizatsiyasini ariqqa to'g'irlab qo'yganlar. Bu odamlarga ozor berishning eng katta ko'rinishlaridan bittasi. Musulmon odam bundan albatta tiyilishi kerak. Nabiy alayhissalom hadislarida odamlarga tili bilan ham, qo'li bilan ham ozor bermaydigan odam eng yaxshi odam dedilar. Demak, insonlarga til bilan ozor berish ham islom dinida qaytarilgan amal. Buning ko'rinishlari ko'p. G'iybat, chaqimchilik yoki yomon so'zlar bilan haqorat qilish, xunuk gaplarni gapirish va hokazo. O'shalardan bittasi Nabiy alayhissalom hadisda aytadilar: 3 ta odam turgan bo'lsa, boyagilardan ikkitasi alohida suhbatlashmasin. Tasavvur qiling, bir joyda 3 kishi turibsiz, yoningizdagi ikkita sherigingiz bir-biri bilan pichirlashib gaplashyapti, siz chetda qolyapsiz. Buni nimasi zarar? Buni zarari shundaki, boyagi yakka qolgan odam o'zini go'yo suhbatga qo'shilmagan, aralashtirilmagan, chetlashtirilgan odamdek his qiladi. Ikkinchisi, boyagilar meni gapirmayaptimikin, meni yomonlamayaptimikin degan g'ashlik uni qalbiga o'rnashadi.
va bu ham boyagi odamga nisbatan zulm, ozor bo'ladi. Tasavvuf ulamolaridan Yahyo ibn Muoz rahmatullohi alayhi aytadilar: odamlarga yaxshilik qilish qo'lingizdan kelmasa, hech bo'lmaganda yomonlik qilmang. Insonlarni xursand qilish qo'lingizdan kelmasa, ularni xafa qilmang. Insonlarni maqtash, ya'ni yaxshiliklarni e'tirof qilish qo'lingizdan kelmasa, ularni ishlarini yomonlamang, ularni mazammat qilmang dedilar. Alloh taolo barchamizni Nabiy alayhissalom aytganlaridek va o'zi buyurganidek odamlarga ozor berishdan tiyiladigan, Rasulullohning xulqlari bilan xulqlanib, qiyomat kuni u zotning yonlarida bo'ladigan, jannatda esa qo'shnilari bo'ladigan solihlardan bo'lishimizni o'zi nasib qilsin va bu yo'lni bizga oson qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.